Acha to'xtab tur. Bu bizning cho'nakdagi o'zim tergan yerlik saykiltatlar. Apirib yegin. Bularni chiqib nim qilsa. Bo'ldi kirib ketdi. Aram bir meni yo'qlab kelgan vaqtingni tuzukroq mehmonma qilamidin. Apirib yegin acha. Nima? Meni mushundaq qil qo'yning gandisini ko'mib, qurutlarning orasida o'stirgan narsani yeydigan ko'rib qoldingmi? Bo'ldi, elib kirib ketdi. Acha. Bu sen deydigan gapga o'xshamadi. Nimanchi bola o'zgarib ketdi? Uyey. Ara bir şalik oq pishmoq olganda, Masaraning oshnini albatta qonun og'irtdi ama chiroyli xonimning. Men bo'lgan bo'lsam tashlatsimcha unda axlat naslni. Ukam, to'la o'tning ustiga yog'chashmay, og'zingizning atrofidagi cho'llarni bir qo'ring-a. Bu degan singlim ikkimizning o'tirsidagi ish. Menga bu yerda qarab turmay kirib ballaringni baq. Uyey, bir yana ish beshidek odam boshqarib ketgan edi. Kelin qo'shnam, hozir chaqach oltishani paran qilishimiz. Kallingizning qiyinchiligi bormi nima sizning? Birdam achamga bo'lishib tekkingizni yap, birdam menga bo'lishib. Birer taqsilan bug'ning kunida yurmagansiz? Uyey, yaxshilik yarashmaydigan bir xuddikin ama bu. Mencho, Saraning oshnini biqinni og'irtadigan oqyoqlikni mazoq qilib, bo'lishib gap qilyapman sizga. Kirib ishlab qolgan beshingizni tarang-a. Bu degan acham ikkimizning o'tirishidagi ish. Uyey, nim bola qoldimmi bir nimaning ishiga aralashib? Uy kirib qolib qo'yam baqaychu. Ha, shu. Kirib uyingizning ishini qiling-a. Bu yer acham ikkimizning ishiga aralashmay. Uyey, aqasing vaqo, kichik vaqtingdimi bir uyga petishmayding? Hozir men eshikdan chiqibda cho'cha xo'rozday chiqishamay petishamay jurisa. Mushunda o'tib ketishasi. Anlagansa, to'la mahallada o'yin qo'ymay, uy kirib ketmang. Hammani qilgansan. Shundaq eshak qurtidek odam chaqadigan nimalarning oldida yuz xotir qilmagan ekan. Mushundaq bo'ladi shu. Bilib qo'y. Seni shaharlik qilganman men. Bundaq odamni ko'zga olmaydigan ishni asqil. Bo'ldi qilsanglim. Uyingning sharoitini ko'rdim. Behli nacharkan. Ang yaxshisi, cho'nakdagi saykiltatlarni sotadiganning ishini qil. Aslida boyli sang mushundaq yumshoq qilsam bo'ladi. Biroq sening men bilan tang shaharga kirib ishlayman deyishingdan ansirab, sana qasddan qo'pollik qildim. Nimishqa? Men shaharga kirib ishlab pul topsam bo'lmamda. Hech bo'lmasa ish yo'q kunlarda yinaqa berib, oshtamoqni etib, qirqitini yeb bersam mezim. Yilimi men jaborimni oz tatdingmi? Endi bo'lsa-mu, o'zing uchun, bolalaring uchun yashag'in. Rostimni desam, sen hozirla shaharga ep ketgin bor. Biroq mening shahardagi ishlarim to'g'ri yaxshi emas. Lekin ishlarim yaxshilanganda men sen cho'qim bolalaring bilan qo'shib ep ketaman. Men dehsini kulib turgan ko'zlaringga qarab, ishlar yaxshi o'xshaydi. Nimishqa meni ep maqmaydi deb sendan ranjibdiman. Bo'ladi. İşlerin yaxshilangan men bolalarimni epsini yo'qlab borman. Aras acha, buni az bo'lsin. Nimish qilyapsan? Meni yana vijdonni o'rtansin demoqchimisan? Undaq bo'lsa, usab ketgansa, men muvin go'yani qaqchini ichga bak etishdik. Rostchilikka solib. Bo'ldi, kirib ket.